O'zini sevish. Nima u? Egoizmlikka olib boryaptimi haqiqatda psixologlar? O'zini sevish kerak ekan deb barcha pulini bugun ishlatib tashlab, ertaga oilaga inqiroz olib kelayotganini kuzatyapmiz. Yoki o'zini sevish kerak ekan deb yaqinlarini unutayotganligini kuzatyapmiz. Shumi o'zini sevish? Yoki u boshqacha ko'rinishda bo'ladimi? Nima uchun sog'lomsizlikka tez-tez uchraysiz va oxirigacha shifo topolmayapsiz? Shifo izlab kirmagan joyingiz, bormagan makoningiz qolmadi. Sizda tushkunlik kayfiyati, ko'p narsani ichingizga yutyapsiz, yorib chiqmoqchi bo'lyapsiz, kuchli ko'rinishga harakat qilyapsiz. Chunki siringizni boshqalar bilishini xohlamaysiz. Lekin bu yechim bo'la olmayapti. Agar holatingiz shunday bo'lsa, siz uchun ajoyib kurs, uzoq kutilgan kurs va buning ikkinchi darsi siz uchun sovg'a bepul darsda.